Taxtako'prik Sariqbola pitsaning tepasidan 83 kvadrat metrli tayyor kvartira endilikda sotuvda. Ushbu kvartiramiz 5 qavatli domni 5-qavatda joylashgan mansarda hisoblanadi. Demak, eshikdan kirganimizda bizni mana shunaqa koridor orqali xonalarga o'tadigan qismimiz kutib oladi. Birinchi ko'radigan qismimiz bu keng hamda katta oshxona. Ham oshxona mana bu qismini o'zi ko'rib turibsiz, mebellari, texnikalari ham tayyor holatda, kirish mashinasiga o'rnatilgan. Ham ovqatlanish xonasi, mana ikkinchi tomoni ham, ikki tomonga oynalar qaragan hamda havo yaxshi aylanadi. Undan tashqari xonadonimiz batareya registrlari yordamida isitiladi. Umuman muammo yo'q. Mana bu yerda hojatxonamiz, uning yonida esa umumiy sanuzilimizni planirovka qilishgan ekan. Endi esa navbatdagi xonamizga o'tamiz. Bu bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Yotoqxonamiz ham shinamgina, ixcham ko'rib turibsiz. Yaxshi holatda ta'mirlangan. Endi esa keyingi qismimizga o'tamiz. Koridor orqali yurganimizda eng katta xonamizni ko'ramiz. Bu mehmonxona hisoblanadi. Mehmonxonamiz ham keng, katta. Bu tomonimiz oynalarimiz ko'cha tomonga qaragan. Umumiy olganda oynalarimiz bitta yon, orqa, oldi 3 tomonga qaragan holatda ekan. Zo'r havo aylanadi. Bitta ochib qo'ysangiz, skvoznak hisoblanadi. Keyingi oxirgi ko'radigan qismimiz bu kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Yotoqxonamizni ham chiroyli planirovka qilib, yaxshi mebellar yasattirib olsangiz bo'ladigan holatda. Kvartiramizni kommunal tarmoqlardan gaz, suv, svet, kanalizatsiya hammasi mavjud. Hujjatlar ham notariusga tayyor holatda. Narxiga keladigan bo'lsak, $43,500, yana oz-moz o'tib beradigan joyi ham bor. Egalarning telefon nomeri esa videoning pastida bo'ladi. Aloqaga chiqib, mana shu kvartirani sotib olishingiz mumkin. Aytgancha, yangi jaluzilarni ham o'rnatib berishar ekan, hozir o'zi ustida ishlab turishganda biz syomkachi tashqariga chiqarib qo'ydik.